Hozir bolalarga velosiped olib keldim. Reaksiyasini ko'ramiz. Shuni olib kelganman, shunday farzandim. Tasininkini ko'rsatmay turamiz. Nima emotsiya bo'ladi? Sen bu Ibrohimjonga, bu singlinga. Senga basseyn oldim. Basseyn olib kelamiz senga. Ey, ukangga u, bu yoqqa. Ukalaring kichkina hali. Chiqding? Pulni ichida yetdi. Keyin senga ham olib beraman. Ibrohimjon tushib bilmaydi? Tushirmayapti. Aqlımda ko'rdim men. Ha, 5 tashi. O'g'il bolamsan? Ertaga olib kelib beraman, bo'ptimi? 1-2 kundan keyin. Bu kenga buni uchmagan, hamma olib borib ber kenga. Uchmasdan olib borib ber, shunda ukam men senga olib kelibdilar degan. Ko'zdan yosh chiqib ketdi. Menga ham shunaqa qilishgani bilan shunaqa emotsiyada bo'lardim. Haqiqiy o'g'il bola ekansan. 5 tashi. 3-chi velosiped topishamiz. Ke Ibrohimjon, mana velosiped senga. Hali kichkina, tushunmayapti. Rahmatmi? Ana cho'ng qilib qo'ymaysan meni. Nima bor? Senga so'mkasi. Suv idishini ham solib qo'ysan. Mana shunimi? Men jing'ildog'i. Men taqib beraman hali. Odiljon maza qilib basseynda cho'miladi, bo'ptimi? Ha. Bor uch. Hadi, taqta. Qali. Yo'q, nimadir taqiladi hozir. Ha, 3 yo'l hech narsa qilmaydi. Ana shunaqa gaplar. Bizani ham adamiz shunaqa narsalar olib kelsa, shunaqa emotsiya bo'lardi. Hozir birinchi emotsiyani sizlarga ko'rsatgim keldi. Hammaga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.